Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi video yo'riqnomamiz kadastr obyektiga taqiqni tekshirish xususida bo'ladi. Avvalo bu nimaga kerak degan savolga javob berib o'tamiz. Birinchidan, oldi sotdi jarayonni qonuniy amalga oshirish. Agar uy yoki yer uchastkasiga taqiq qo'yilgan bo'lsa, notarius bu mulkni boshqa shaxsga o'tkazish, sotish, hadya qilish va ayirboshlash bo'yicha bitimni tasdiqlamaydi. Ikkinchidan, firibgarlikdan himoyalanish. Ba'zi hollarda mulk egasi mulkning muammosi borligini yashirib, uni sotishga harakat qilishi mumkin. Taqiqni tekshirish orqali siz mulk xatlanmaganligiga, nizoli holatda emasligiga, boshqa shaxslarning da'vosi yo'qligiga ishonch hosil qilasiz. Uchinchidan, garov majburiyatlarini aniqlash. Agar ko'chmas mulk bankdan kredit olish uchun garov sifatida qo'yilgan bo'lsa, unga nisbatan taqiq qo'yiladi. Tekshiruv davomida mulkning kredit majburiyatlaridan ozod yoki ozod emasligi oydinlashadi. To'rtinchidan, sud va ijro hujjatlari mavjudligi. Sud qarori bilan mulk ustida sud ketayotgan bo'lsa, majburiy ijro byurosi qarzdorlik masalalarida, masalan, aliment, soliq, jarimalar yoki bank kreditlari evaziga mulkni xatlagan bo'lishi mumkin. Buni aniqlashga ko'mak beradi. Beshinchidan, meros masalalari. Meros qolgan mulkni rasmiylashtirishda ham taqiq bor yo'qligini bilish bu juda muhim. Bu merosxo'rlar o'rtasida nizolarni oldindan ko'rish imkonini beradi. Aziz tinglovchilar, biz bilan kontentimiz oxirigacha bo'ling va umuman doimiy bo'ling. Hayotingiz davomida doimiy zarur bo'lgan xizmatlarni uydan turib qanday boshqarishni kuzatib boring. Yo'riqnoma foydali bo'lgan bo'lsa, mehnatimizni qadrlasangiz, albatta like bosib qo'llab-quvvatlang. Keyingi kontentlarimizni o'tkazib yubormaslik maqsadida qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Shuningdek, tanishlarga albatta ulashing. Azizlar, tayyor bo'lsangiz kontentni boshladik. Har doimgidek MyGo.uz ilovasi orqali o'tamiz. Demak, bu yerda bizda sohalar kesimida ta'kidlash joiz, ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz zarur. Ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, kanalimizda aynan ro'yxatdan o'tish jarayonlari bo'yicha kontent joylashtirilgan. Shu kontentni ko'rib, ro'yxatdan o'tib, keyin jarayonni amalga oshirsangiz bo'ladi. Demak, sohalar kesimida ko'chmas mulk sohasida o'tamiz va bu yerda bizga kadastr obyektiga taqiqni tekshirish degan xizmat mavjud. Aynan shu xizmat orqali kiramiz. Xizmat bepul amalga oshiriladi. Xizmat ko'rsatish avtomatik tarzda amalga oshiriladi va biror bir turdagi hujjat talab qilinmaydi. Demak, jarayonni xizmatdan foydalanish qilish davom etamiz. Demak, agar mulk endi bunga e'tibor berish zarur, mulk egasi bo'lishingiz zarur, aynan bu kadastr obyektiga taqiqni tekshirish uchun, chunki bu yerda avtomatik tarzda sizni kadastr raqamingizni tizim o'zi avtomatik o'zida aks ettiradi va buni tanlash imkoniyati bo'ladi. Bu yerda turar yoki noturar joyligini tanlaysiz. Demak, kadastr obyekti sizni o'z nomingizda turar, noturar bo'lishidan kelib chiqib, tegishli ustuni tanlaysiz. Va bu yerda matematik amalni bajarasiz. Matematik amalni bajargandan so'ng tekshirish tugmasini bosasiz. Demak, tayyor bo'lgan oynada bizda yashil yozuvlarda kadastr ma'lumotlar bazasida obyektga nisbatan taqiq mavjud emas degan mazmunda aynan e'lon joylashtirildi. Demak, ushbu xizmat faqat ma'lumot olish uchun mo'ljallangan ekan. Kontentimiz aynan mana shu mavzuda edi. Yoqqan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlang, yana bir bor takrorlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.